Bu yog'och emas, bu tirik san'at. Ko'ryapsizmi? Bu daraxtni kesishmagan, uni tarbiyalashgan. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki bu joyda tabiat bilan odam hamkorlik qilgan. Bu usul daraxtni shakllash san'ati deb ataladi. Unda daraxt kesilmaydi yoki o'yilmaydi. Aksincha, u o'sib borayotganda yo'naltiriladi. Payvandlash, butalash, o'rash, maxsus qo'llab turuvchi konstruksiyalar orqali tirik daraxtdan kursilar, stollar, ko'priklar, yashil tunnellar va hatto tirik uylar yasashadi. Eng hayratlanarlisi, ayrim asarlar yillar davomida o'sishda davom etadi va o'zgarib boradi. Har bir daraxt yagona asar. Bu yerda ijod, sabr va barqarorlik birlashadi. Odatda egiluvchan daraxtlar, masalan, tol yoki anjir ishlatiladi. Ba'zan esa shisha va metal bilan qo'shilib, yanada mustahkam va estetik shakl beriladi. Bu oddiy bog'dorchilik ham emas, oddiy haykaltaroshlik ham emas. Bu inson va tabiat o'rtasidagi ittifoq, sekin lekin juda kuchli san'at. Endi savol, siz nima deb o'ylaysiz? Kelajakda uylar betondan emas, tirik daraxtdan qurilishi mumkinmi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like bosib, obuna bo'lishni unutmang.